Qizlar, nimaga unaqa sizlar? Hali ham cheescake qilishni qiyin deb o'ylab qilmayapsizlarmi? Ishoninglar, sizlarga bugun bitada o'xshab chiqadigan, hech qanaqa jelatin qo'shilmaydigan shunaqangi zo'r cheescake reseptini beraman. Tayyorlab ko'rsanglar bormi? To'chini menga rahmat etasizlar. Uyda bor pechenyelarni maydalab, eritib olgan saryog'imizni solib, xohlagan qolipga shunaqa qilib ezib joylashtirib olamiz. Suvsiz quruq tvorojniy siri ustiga shakar solib, mikserlab olamiz. Ozgina tuz va vanilin solib, aralashtirib olamiz. 2 dona tuxumni bitta-bittadan chaqib, mayonli bilan aralashtirib olamiz. Uyingizda topiladigan eng sevimli vareniyazdan olib 2 qoshiqni sovarasiz. Men smorodinalidan foydalandim. Mazasi va ranglari shunaqangi chiroyli chiqadi. Yeganingizda to'ymaysiz. Eng oxirida bo'lsa muzdekkina qaymog'imizni solib, yana bir ro aralashtirib olamiz. Agar cheescake'inglar bir tekisda yorilmasdan zo'r bo'lib chiqishini xohlasanglar, ozgina idishda duxovkaga suv qo'yib qo'yinglar. Pishgan cheescake'larimiz ozgina liqildoroq bo'ladi, lekin bundan qo'rqmaymiz, chunki xolodilnikda 6 soat turadi va u eng zo'r me'yoriga yetib boradi. Va sovigandan keyin oq glazur bilan bezatamiz. Glazur retseptini opsiyadan olishingiz mumkin. Shunaqangi oson mazali cheescake tayyorlamoqchi bo'lganlar, videoni обязательно сохранить qilib olinglar, xo'p?